UFC ilk bor kutilmalarni oqlamadi. Yaqinda Dana White e'lon qilgan o'sha mashhur oq uy kardi bilan siz ham tanishdingiz. Haqiqatdan-da kardning ahvoli juda xarob. Eng asosiy jang main kardda Justin Gaethje va Ilia Topuria jang qiladigan bo'lyapti. Justinga hurmatni saqlagan holda aytaman. Topuria haqiqatdan-da hozir Justindan bir bosh yuqori. Men Sarukianning gaplariga qo'shildim. Aslida qanday bo'lishi kerak edi UFC'ning oq uy kardi? Yengil vaznda Ilia Topuria Sarukianga yoki Islam Makhachev pastga tushib Makhachev bilan urushishi kerak edi. Makhachev Sarukian, Makhachev Topuria farqi yo'q, bu janglar yonardi. Yuqorida esa Chimaev yuqoriga bitta ko'tarilib Alex Pereira bilan jang qilganda bu kart ham olovli bo'lardi. O'z vaqtini kutib yotgan McGregorga esa Justin Gaethje'ni berish kerak edi. Justin ham shunda rozi bo'lardi. Katta pullar. Justin Poirier qaytishga va'da qilganda unga BMF kamari uchun Oliveira bilan jang bergan bo'lardim. Undan tashqari yengil vaznlarga qaytib olib, Umar Nurmagomedovga chempionlik jangini berib ko'rgan bo'lardim. Pyotr Yanga qarshi yoki Merabni o'ziga ham revanch berganda o'sha kart yonib ketardi. UFC'ning matchmakerlaridan voshcha rozi bo'lib yuborardim. Trampning Eronga qilgan hujumi qanday kalla qo'yilgan bo'lsa, Dana White ham UFC'ning oq uyiga mana shunday kalla qo'ydi nazarimda. Sizning fikringiz qanday? Kommentariyada izohlarni qoldiringlar. Albatta obuna va like tugmalarini bosishni unutmang.